assalomu alaykum. Mana navbatdagi oshxona jihozimizni bitkazdik. Stollarina 3,5 metr bo'ladi. Mana bu baland stoykamiz 2,5 metrga yana olmish bo'ladi. Chetlarini chiroyli qilib avvalga qilib berganmiz mana. Chetlar frezerlar bilan. Usti bilan mana bo'yoqlar bir xil. Qo'lga chiqarib qilganmiz. Mana bu tandem mexanizmlar qo'yib berganmiz. Yaxshisidan patnislar bilan olinadi. Tagiga qo'ysa bo'ladi. Sekin qo'yib beradi. Sekin yumshoq qilib ishlaydi hamma joyda. Mana bu boshqa sharnerlarimiz davotchiga yaxshisidan qo'yilgan vakuumligidan. Keyin bu yerda sushilka qilib berganmiz kamerani. Bu yerdan yaxshi foydalansa bo'ladi. Mana rakinalarimiz yaxshisidan qo'yib berganmiz. 4 xil funksiyalik har xilidan. Barib chigirtkalar bilan hop mana bu yerga vitishga dvig'otlarni o'rnatib berganmiz. Ishlashlari cho'tki. Shvaki firmasi.